Har qanday ezilgan bir millatning bosh ko'tarish tarixiga qaraydigan bo'lsak, ularning nurg'unlagan qurbonlik va zo'r bedel to'laganligini uchratmoq tas emas. Ular bu jarayonda o'z xalqi, tuproqi va ideologiyasini himoya qilish uchun hatto millionlagan qurbonliklarni va mollarni taqdim qildi. Gitler bir millat urushda tugab ketmaydi, balki u sukut ichida yo'qolib ketadi degan edi. Mana qaraydigan bo'lsaqmi, 2-Dünya urushida odam va iqtisod jihatda zo'r yo'qotishga yo'liqqan Germaniya va Yaponiya hozirgi zamondagi eng kuchli davlatlar qatorida o'rin olmoqda. Albatta islom ummatimi urushda tugab ketmaydi. Mayli Mo'ng'ul islohida bo'lsin, mayli ahli saliblar tajovuzchiligida bo'lsin, qayta o'rnidan dasturga edi. Asli mag'lubiyat zimini, hokimiyatini yo'qotishda bo'lmasdan, balki ma'naviy jihatda dushmanga al bo'lishdir. Ayni vaqtda ma'naviy jihatda mag'lub bo'lmagan musulmonlar hatto Mo'ng'ul va xristianlarni o'z madaniyat ta'siriga uchirtib, musulmonlashishga sabab bo'lgan edi. Mustamlika yo'liqqan millatlar ichida siganlar naqsh usulga berilib, dunyoda asosan yo'qolish girdobiga berib qoldi. Indiyalar aroq sharobga berilib, sanoqli insonlar qoldi. Manjular Xitoylarga aslimasiya bo'lib ketdi. Naqsh usul, o'yin kulkiga mahliya bo'lgan, hatto shahidlar kechiligida dinini o'rgangan o'limalar turib, qayg'usini naqsh musiqa bilan ifodalagan bu Uyg'urlarning qismati qandoq bo'larkina? Shuncha mahliyaliklarga shaydo bo'lgan bu Uyg'urlar qandoqsiga necha 100 yildan beri aslimasiya bo'lib ketmasdan mavjudligini saqlab qoldi. Albatta bu sog'lom e'tiqodimizning bo'lganligidan bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, chiroy shakl va til jihatdan Xitoylar bilan o'xshab qoldigan Tungan musulmonlari tili Xitoylarga tubdan o'xshamaydigan Manju, Mo'ng'ul, Zhuangzu qatorliq millatlardan farqli holda o'z kimligini saqlab, 30 necha million nüfusga ega zo'r sonni saqlab kelmoqda. Xitoy besib olgan rayonlardagi mayli qaysi millat bo'lsin, bularning ichida milliy kimligini xosligini saqlab qola olganlarning ko'pinchisi musulmon xalqlar bo'lib, islom dinining tajovuzchilar bilan bo'lgan aqidaviy kurash ideyasi musulmon xalqlarni Xitoy kofirlariga nisbatan bo'ysunmaydigan irodasini kuchaytirib keldi va ularning madaniyatlarini mansitmaslik, tuvan ko'rish, o'zini bo'lsa oliy hisoblash orqali ularning madaniyat tajovuzchiligiga va tilni o'rganishga bo'lgan nafrat qatorliqlar Xitoylardan nihoyatda zo'r farqli holda saqlab qoldi. Shuning bilan bu Xitoylar razil qo'llarini farzandlarimizga sunishga boshladi. Ichkiri o'lkalarga opirib tarbiyalash orqali oila tarbiyasidan ayirib, o'zlarining ideyasini singdirishga, dindan yiroqlashtirib, ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lgan avlodlarni maydonga chiqarishga urindi. Texi dunyo qarashlari ham yetilmagan bu yoshqunchilar kofirlarning ideyasida zaharlandi. Hatto Uyg'ur bo'lib qolganligidan beqib cho'ng qilgan ota-onasidan numus qilishga boshladi. Dinni xurofotlik, orqada qilishning sababi deb tushundi va dindan yiroqlashdi. Buning bilan Xitoylarga oshiq bo'lgan bir turkum Xitoyparast kishilar vujudga chiqdi. Bir millatni tugashtirish uchun 25 yil vaqt yetarli. Ya'ni 25 yil vaqt ichida avlodlarni o'z ideyasida tarbiyalasa, yangi bir avlod dushman ideyalarida cho'ng bo'ladi-da, oqibat o'zimizning go'shida o'zimizni qo'riydigan yangi nasllar yetishib chiqadi.我这边有两个简单的问题，第一个是，东突思想为什么在新疆还在延续？第二呢，它在民众中为什么还有这样的传播的这种受众面？主要这两个面。既然是意识形态，既然是理论，它通过意识形态反映，我们认为关键还是人的工作没做好。人的工作没做好，我们有两个问题。第一个问题是我们的干部队伍和我们的知识分子，包括宗教人士，里边有一部分我们现在定位叫两面人。哎，台上咱们讲的都是拥护共产党，台下在家里或者在自己的民族的圈子里边，他讲另外的话。维吾尔族有两个特点，第一个特点尊重权威，你只要比他官大，你踢他两脚他没意见的。第二个呢，就是尊敬长者，这倒是传统。阿克萨哈尔是白胡子，那么呢，比一般的人要受尊重。阿訇都是长者，所以宗教人士和干部队伍的问题，
实际上是我们讲的分裂意识的它的核心问题，教材问题，这是知识界的。2006年，新疆的维吾尔的语文教材进行了重新的编写。2006年啊，由维吾尔民族呢这个学者自己组织编写。那么形成的是什么概念呢？大概从1年级到初3，一共17本，里边有300多篇文章，只有不到20篇是选自于内地课文的，跟汉族课文是不同等级的。剩下的90%以上都是乌七八糟的东西，很多都属于鼓励或者说暗中鼓励分裂的，哪有什么领袖人物，哪有什么邓小平、毛泽东老一代的，没有。你看了那个教材以后，你就跟那个外国书一样，所有的画的图、画的插图都跟外国人一样，想一想。所以这样培养起来的，我们大概粗算了一下，大概在250万到300万青少年。你现在到民族中间的年轻人中间，他很多都说我们祖国是土耳其，所以呢，一个是干部队有问题，一个是教育。 Chet ellardimi buzuq ideallarda mengisi yo'yilgan va buzilgan buzuq kishilar dinimizni masxir qilmoqda va haqorat qilmoqda. Ya'ni ba'zi g'arbning ana ideologiyasini manba qilgan, ma'rif sistemasida tarbiyalangan yoki ideyasi singdirilgan kishilar demokratiyadan iborat ozg'un yo'llarning aldamchilikqa, soxtapazlikka to'lgan chirkinda tuzum ekanligini aniq bilsa-mu, yanada islom aqidasiga tubdan zid bo'lgan demokratiyadan iborat buzuq ideyalarni xalqimizga sunmoqda. Aldamchilik qilib, demokratiyaniki ma'u, demokratiyaning bir uchiq yeri, demokratiyaning bir xatoligi ma'u, demokratiyaning bir ojizligi. Qanchalik jiq aqlingizdan inson agishsa, bu inson qo'yulamdi, inson bo'lamdi, bilimli inson, bilimsiz inson bo'lamdi, yoki bo'lsa o'chmanlik qilgan bir inson bo'lamdi. Aqlingizni qanchalik jiq odam yig'alasangiz, demokratiyada bilet tashlash moda bo'lg'ashgan, bilet tashlash bilan qilgan shu g'ashqa. Shunga o biletni elish uchun o inson, masalan, Donald Trump o'xshash Meksikalılar, ular tacavüzçi, ular buzuk, ular degan Amerikaga zaharli kimliklarni akirdi. Biz ularning hammani qo'llab chiqarishimiz kerak. Meksikaning chegarasiga yo'g'on tamlan yasashimiz kerak. Musulmonlarning hammani qo'llab chiqarishimiz kerak. Ko'k amaliyotda bunday qilinmaydi. Bir davlatning beshiga kelgan vaqtida bu so'zni tutanmaydi. Ammo nima deb tutanmaydigan so'zni deydi? Chunki demokratiya bilet tashlash bilan bo'lgan narsa. Ahmoqona xalqni, ojizona xalqni, qo'yda xalqni qandoq gap bilan oldiya olsa, shundoq gapni qilib, qandoq gap bilan hissiyotni do'ng'ayta olsa, shunda yog'in gapni qilib, millatni aldash qarindoshlar. Shunda bo'lg'ashqa hozir dunyoning hamma yerga qarasanglar, bu Amerikadagi Donald Trumpning qazanishimi populizm bilan bo'lgan narsa bu. Masalan, boshqa davlatlarga qarasangizmi, balki bo'libmi musulmon islomiy davlatlarda Isroil deb saylamdan burun Isroilni tillash moda bo'ldi masalan. Saylamdan burun Isroilni shunda olam tillagandan keyin mashalloh, barakalloh, xalifai ruhul zamin, ummatning lideri deb darhallam ashadamga bilet tashlaydigan ishlar shakllanadi. Bu nima? Bu populizm qarindoshlar. Bu xalqni aldash, bu xalqni qo'yning o'rnida ko'rish. Mushundaq bo'lg'ashqa bu dunyoda layoqatsiz insonlar, sharoit to'shmaydigan insonlar siyosatning beshiga chiqib, chunki ular yog'an gap qilib, masalan, Ukrainaninki boshlig'iga o'xshash, Ukrainaning yangi saylangan prezidentiga o'xshash, men saylansam dedi, butun Ukraina xalqiga gaz, suv, elektrik hamma narsani bekorlik qilib o'tma. Degandan keyin u saylandi. Saylangandan keyin qaysi elektrikni, qaysi suvni, qaysi gazni berdi millatning milini. Uni berilmaydi, bir davlat oyoq tiqlanmaydi. U so'zini tutanmaydi. Chiqib aytisi o'zgardi. Chiqib aytisi inib oldi gapini. Shunga qarindoshlar, shunga. Mening butun dunyodagi qarindoshlarimizdan meningki tavsiyam bu populizm degan narsani bunda Google'lab beqib, populizm degan nima, buningdagi siyosatdagi ta'siri nima, demokratiyadagi ojizliklar nima deganda shuni bir tekshirib ko'rib, anandan keyin bizni shunda quruq shuur bilan avlaydigan insonlarni biz ko'zimizdan ko'rib tunib yetalishimiz kerak. Islom xalifalik qurmiz deydiganlar Arabistonda boshqa bir quruvasini biz ko'rib boqdik, qanday xalifalik qurdi, ammo Uyg'urlar xalifalik qurmaydi. Uyg'urlar demokratik bir davlat qurdi qarindoshlar. Uyg'urlar demokratik bir davlat qurdi qarindoshlar. Yaqinqi zaman tariximizga qaraydigan bo'lsaqmi, tajovuzlarga qarshi ilib berilgan inqiloblarimizda bir qancha qitim g'alabalarni qo'lga keltirgan bo'lsaqmi, oxirida tashqi kuchlarning qo'l tiqishi va ularning tarbiyalagan madaniyat taqlidchilarining moslashishi bilan minglagan shahidlarning qiniga xiyonat qilindi. Buningga qo'shilgan armiyaning qurol-yarog', o'q-doriga asosan tashqi kuchlarga tayinib qilish, o'zimizning yetishgan harbiy ma'lumotga ega kadrlarning kamchilligi, inqilobchilarning dinni
va siyosiy sapasining tuvan bo'lishi qatorliq omillar tufayli Rus kirgizgan shpion ofitserlarning rahbarlik qatlamiga o'rin olib, Sovet ittifoqining manfaatiga xizmat qilganligida bo'ldi. Tarix hargizmi yilda bir qitim xotirlab qo'yish bilanla aslanmaydi. Balki u tajriba saboqlarni yakunlab, ketkizgan xatoliklarni tuzitib, qaytadan bosh ko'tarish uchun o'ginildi. Undaqda biz tarixni qanchalik yakunladik? Biz Xitoy kommunistlar bilan bo'lgan qonliq jangga qanchalik tayyorlik qildik? O'zimiz o'q-dora, qurol-yarog' yasg'idek sanoatni maydonga chiqara oldikmi? Har xil jang sharoitlarda bizni yetaklab ma'allaydigan qo'mondon rahbarlar yetishib chiqdimi? Yoki bunimi boshqalar Rus tarbiyalagandek tarbiyalab ichimizga kirgizsinmi? Agar o'zimiz qurolli kuch hozirlamaydiganmiz, ayni yillari Sovet ittifoqi o'z manfaatidan qanoat hosil qilganda minglagan qurbonliklarni berib qo'lga keltirgan g'albiga xiyonat qilib, qurol yordamlarini kesib, shpionlari orqali inqilob mevasini yo'q chiqargandek ichinarli taqdirdan qochib qutula olmaymiz. Ko'z oldimizga Taliban islom imoratiga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri manhaj ostidagi qurolli inqilob orqali to'xtamay kurash qilish natijasida dunyodagi birinchi kuch bo'lgan Amerikani mag'lubiyatga uchratdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Ozarbayjon Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Ozarbayjonning davlat tavalligi deb e'tirof qilingan Qorabog'ni 30 yillik siyosiy harakatlar orqali qaytarib ololmagan bo'lsa-mu, askariy jihatdan kuchlanib, 44 kunlik harbiy yurish orqali qaytarib oldi. Mana bugun Uyg'ur jamiyatining ahvoliga qaraydigan bo'lsak, ko'plagan tashkilotlar va guruhlarning Sharq Turkiston inqilobida tutgan yo'llari farqli bo'lib keldi. Ba'zilari Uyg'ur madaniyatini saqlashimiz kerak degan shior ostida millatni xorliqqa tashlaydigan dutta tambirni qo'lga oldi. Ba'zilari namoyish bilan yig'ilishlar qaynimida siyosiy harakat orqali 70 yilni o'tkazdi. Ba'zilari qurolli inqilobni chiqish qilib turib taraqqiy qilmoqda va zo'raymoqda. Buningda qattiq bearam bo'lgan Xitoylar bularni terrorchi ko'rsatishga tirishmoqda. Eng ichinarli yeri shuki, ichimizdagi ba'zi nodon kishilar birdan-bir qurolli kuchimiz bo'lgan bu mujohidlarni qarlab, yetim qoldirishga urinmoqda. Bu Sharq Turkiston Islom partiyasiningki rahbarlik heyetida masala bor. Bu Xitoyninki idorasida, Xitoyninki kontrolligidagi bir islom partiyasiga aylanmoqlik. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, nima uchun bir qitim Xitoyga ajallik bir zarba bermadi? Ma'qul vatanga kirish, Xitoy chegarasini atlab Xitoyga mush etish, qurol etish bu imkonchiligi bo'lmasa-mu, dunyoda xalqaro Xitoyning nurg'unlagan manfaatlari tursa, nima uchun bu yerga qarta biror amal ish qilib boqmadi? Bularda masala bor degan edik. Lekin buning qarshisida ba'zi ziyolilarimiz bularning qilgan xizmatlarini muayyanlashtirib, mujohidlarni qo'llash to'g'risida aql fikrlarni o'tirib qo'yishmoqda. Bizning 20 yillab bu sohada yurgan odamlarimiz hozirgacha qurolli inqilob masalasida xalqaro vaziyat yo'l qo'yganda ayrilish qilishimiz kerak degan javob berdi. Men bu gapni rasmiyatdan qabul qilolmayman. Biz qurolli kurash degan so'zni qo'rqib o'tgansiga Xitoy texmi bizni terrorchilikda ayblaydi. Chunki biz o'zimizni sapqin hozir Xitoyga chiqib qo'ydik. Xitoy buni hozir shunchalik apchillik bilan Uyg'ur xalqining butun chetdagi faoliyatini hammasi kishilik huquq ko'rishga bog'layapti. Buni chiqarmayapmiz. Bu pek muhim narsa. İnqilab qilyapmiz. O'tgan tasqaldi birsi, mustaqil davlatimiz qurgan az qoldi. Amerika parlamenti Uyg'urning nemisi yangradi dedi. İstiqlal marşı yangradi dedi. Shunda hayajonli millat. Bütün dünyadagi chet elda yashayotgan bütün Uyg'ur bir mushtumdek tugilib Xitoyning qapqini yargan vaqt. Mushun tushunaylik, mushuni. Biz 70 yil dunyoning ko'ziga qaradik. Necha milyon odamlarimiz lager qildi. Men bundan bir deb qo'yay, 2009-yilda 5-yil vaqas bo'lgan vaqtida minglagan, 10 minglagan odamlarimiz Krimga kirdi, etib tashlandi, yo'q qilib o'tildi. Biz namoyish qildik.
5 yılın 1 yılını hatırlap namoyish qildik, 2 yılını hatırlap namoyish qildik. Bu yıl 10 yılını hatırlap namoyish qildik. 10 yılını hatırlap namoyish qilgan vaqtimizda Xitoy millionlab Uyg'urlarni kameraga tiqayotgan vaqtda bizning qilgan ishlarimiz Xitoyga kichkina bo'lsin bir tahdid shakillantiramiz. Qilyapmiz, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz. Birinchi ish biz Xitoy tahdid shakllantiradigan holatga kelishimiz kerak. Xitoy bizdan tahdid his qilgan vaqtda qo'lini tortadi. Bu yerda qirinishimizning so'zidan bir narsa his qildimki, nima uchun bizdan qo'mondan chiqmaydi Ozodga? Qo'mondan chiqmaydi emas. Qo'mondanlar bor. Qo'mondan bormi? Ammo keyin-keyindan Men chiqsa mana aytay, agar Sharq Turkiston milliy armiyasining qo'mondonlik shtabini qursa, Afg'oniston urushlarida jiq qishlar qo'mondonlik qilgan bolalar bor. Xitoy namoyish qilgan odamni o'ldirmaydi, men aytib qo'yay. Shuar to'liq odamni o'ldirmaydi, imzo to'liq odamni o'ldirmaydi, guvohlik odamni o'ldirmaydi. Qo'lida qurol to'q odamni o'ldirdi. Chunki Xitoy tahdid shakllantirgani qo'lida qurol to'q odam. Men shuning uchun o'zimizning mujohidlarga tiltakizmanglar dedim shu. Ular bizning kelgusi milliy armiya shulardan quriladi. Ular tiltakizmanglar. Vatanga o'q atmadan anda qilmadan demanglar. Fursat kelgan ular vatanga o'q atadi. Xitoy o'qini atadi. Hozir ular unda demanglar ularning sharoit shu mejlisni o'qitib yurayotgan shu mujohidlarimizni qo'g'dayli. Ular tiltakizmayli. Xitoyga bir pay o'q atmadan Xitoyning bunni qanotmadan deganni qilmanglar. Ular vaqti kelganda baribir bu yo'lga mangadi. Ular bizning boyligimiz. Mening ko'z qarashim shu. Men Qur'onlikni hozir qo'llayman. Hozir masalan bizning Uyg'urlarning orasida men bir omma bo'lish fikrim bilan, mas jamoatga bir odatga odam bo'lish fikrimdan qanday o'y bor desangiz, Xitoy bizni terrorizm deb qo'rqitgan bo'lsa, Qur'onsiz birinchi shu esi keldi-ku. Ammo bizga haqliq hozir. Biz nima bo'lsak haqliq, nima bo'lsak hozirgidan yaxshi. Mening jo'g'anda Qur'onni qachon saqlab turamiz? Mening jo'g'anda to'g'ri deb o'ylayman. Masalan, shu mening ovozimni asada turayotgan qarindoshlarimiz olgan bo'lsa, men ularga Alloh neymen şundaqlı basqan ve qadamları menimce yo'lda bo'lganligi uchun Turkistonga ming kuch berdi deb o'ylayman. Faqat spidili deb o'ylayman. Endi biz saqlasak, tugaymiz tinch yo'lda hal olmaydi. Biz ko'ryapmiz, bizni peshga o'ynatdi bular. Biz qon to'kmaydi, qadag'atdan ozod qilamiz, ozod qilamiz. Hozir vaqt pishbitilmasa, o'tib ketdi endi bir ish yil qolmay bu ish. O'tib ketgan tugaymiz. Bu Xitoy bu tinch yo'lda hal qilmadi. Mesela BDT deymiz, EU deymiz, Amerika'da tatib ko'rgan hamma yapımızga ko'ryapmiz, istim qilamiz. Amerika'nın sistemasini xalqaro qonun istemadi deb Amerika'nın turg'izgan sistemasi istemadi hozir. Onun ise yana bir ish kishi ketish bo'lib, bularning sürtine ait az. O'tgan yillarda yana bir xabar bo'lgan Angliyaning bu deyman, tadqiqotchilari shu o'zimizning Sharq Turkiston islom tashkilotining terror tashkilot tizimligini chiqarish to'g'riliq ilmiy bir narsa yozganchu, emas debchu. Erkek için jangovarlar yana bir narsani chiqargan. Amerikada o'tganda Washingtonda bir saçda deganchu bizning tashkilot, bizning deb o'ylayman. Ya'ni Sharq Turkiston islom partiyasini demoqchimisiz? Uni unda tashkilot emas degan. Chiqaribdi undan chiqarishiga sabab nima? Uning ustiga mushundan bir ko'rilish bo'ldi, bir sababi bo'lmayadi-ku. U unda tashkilot emas, u o'zining erkak uchun jangovatning bir narsa degan gap chiqadi. Demak, ular astirdan emas, o'chqashkaran bo'lib ketdi. Bizni inkor qilyapti, bizni ilhomlantiryapti. Bizligi undaq ruh bormi yo'qmi uqmayman. U yerlarda bor. 100 bor, lekin ularni bizning qilishimizga muhtoj. Biz e'tirof qilishimiz kerak endi ularni. Bugungi programmamizni ko'rgandan keyin balki biz deb bilamiz inshaalloh. Qur'onda ketish pas birinchi shulardan boshlandi bizdan emas. Andan keyin balki bizmi berishimiz mumkin, bir narsa to'g'ri bo'lmaydi. Ammo birinchi shular bizning umidimiz. Masalan, Qur'onda sen bo'lib qolsa, ulardan boshqa kim bor? O'zimiz ko'ryapmiz. Bizning bu yerga tiqib qo'ygan qurolimiz yo'qki, faqat xalqaro bilan birlashib ish qila olamiz faqat. Bo'lmasa men telefonni taqayman. Allah razı olsun. Düşmanımızın iqtisodiy, askeri jihatlarda dunyodagi cho'ng kuch bo'lishi, atrofdagi davlatlarning Xitoyga setilishi qatorliq nurg'un omillar Sharq Turkiston jihodida oz bo'lmagan qiyinchiliklarni maydonga chiqardi. Lekin Tibet buddistlar ham o'zlari bilan bir aqidada bo'lgan Hindi buddistlarning himoyasiga erishib, ularning qashqapiga qarab, vatani bilan bir talsim ayirib turadigan chegara bo'yida fursat kutib 30 yilni o'tkazdi. Ular hech qachon birsi-birsini qarlig'ini yo'q. Lekin bizning qurolli tashkilotlarimizga tutgan pozitsiyamiz qanday bo'ldi? Sharq Turkiston musulmonlarining diniy aqidasi ajoyib buddist tibetlarchilik emasmi?
Ey aziz Sharq Turkiston musulmonlari, Jalla Shingsay vatanimizdan chiqib ketish oldida shundoq bir so'zni qilgan ekan. Bu millatning tili bir, dini bir, millati bir ekan, lekin qalbi bir emas ekan degan ekan. Qalblar birligi bo'lish uchun cho'qim islomiy qarindoshlikni vujudga chiqarishimiz kerak.